alaykum. Kim bu? Fardoxol momo, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, zo'r Xudoga shukr, yaxshi. Mashalloh, boringizga shukr. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Tavallud ayyomlar Robbim ziynatlagan ulug' bahorlar qutlug' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Qo'limizda bilasizmi, bugun aynan mana shu chiroyli go'zal ayol uchun atalgan tabrik dilnomalarimiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Bu tabriknomani siz uchun armag'on etayotgan eng qadrli, mehribon insoningiz sizningcha kim bo'lishlari mumkin? Kim bo'lsa, jigarlarimdir, farzandlarimdir, Albatta. ota singillarimdir. Oila a'zolar, sizni yaxshi ko'ruvchi qadrli mehribonlar nomidan bugun loyihamizga tong sahardan murojaat qilgan insonlar. Bu inson sizga dunyodagi eng chiroyli tabrikni o'g'lingiz Husniddinjon musofir yurtdan turib maktub yozdilar. Rahmat, rahmat, umringiz bo'lsin. Albatta, ruxsat bersangiz, ijozatingiz bilan qimmatli vaqtingizdan birozgina olamanda musofir bolangizni chiroyli tabriklarni yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli, xo'p. Assalomu alaykum, o'zimning yagona mehrgo'yim, bebahoyim, jonim bolam deya doim atrofimda parvonagina. Ko'ngillari yumshog'im, dunyodagi onalardan-da eng a'loyim. Qalblari chiroyligim onam. Olam quvonchini bizlarga taqdim etib, evasiga hech qachon hech nima talab qilmaydigan mehrlari beminnatim onam. Bugungi ayyom Habibimiz safida bo'lgan shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Volidam bizni bir parcha go'shtligimizdan shu darajaga yetkazgan, bizni yuraklari ostida bir umr asragan, avaylagan onajonim. Hammamizni baxtimiz uchun Alloh sizni o'zi panohida asrasin. Sabr va matonatda har kimga o'rnak bo'la oladigan sabr gulim o'zimni sizni jonimdan ham ortiqroq yaxshi ko'raman. Umringizni har onini bolam deb sarfladingiz. Ilohim, bellaringiz quvvatdan ketmasin. Umrim yetgunicha xizmatingizni qilay. Hokisorim, kamtarin onam, siz duo qilyapsiz musofir yurtda qaddim tik boshim osmon. Siz duo qilyapsiz ishimda unum bor, baraka bor onajonim. Meni qanday duo qildingiz ona? Omad ostonamni o'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz ona? Alamlar qo'limdan qo'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz ona? Ushlagan tuprog'im o'zgarar zarga. G'animlar boshimga otgan toshlari menga yetgunicha aylanar parga. Meni qanday duo qildingiz ona? Yonib kuymasam ham yorishar ishlar. Baxtlar eshigimdan kirmoq istashib, hatto navbat kutib turishar deya chiroyli dilnomalariga yakun yasamoqdalar. Rahmat, rahmat. Umri uzoq bo'lsin shu farzandim. Ilohim, sizga ham rahmat. Radio loyihasi ijodkorlari, albatta biz ham sizni bugungi chiroyli go'zal kun bilan muborakbod etamiz. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing, salomat bo'ling. Rahmat, umri uzoq bo'lsin. U ham menga o'xshab qarib, bolalarni huzurini ko'rsin. Tug'ilgan kuni Sizlarga ham rahmat, chiroyli ovozlaringiz uchun, tilaklaringiz uchun. Sog' bo'ling. tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni bugun onamni tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il va qizlarning oromijoni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni bu neskinamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni saxovat seli daryo dengizim matonat bardosh mehri teng so'zim
tanholar ichida tanho yolg'izim onajonimni tug'ilgan kuni